Aziz millatim, keling mana shu amalni atrofida birlashing, bu yurib ketsin. Katta bir fond bo'lsin, dunyoga saodat nurini sochadigan bir fond bo'lsin. Shuni niyat qilganmiz. Chunki o'zbekning shunaqangi qalbida quyosh nuri bor, mehr nuri bor. Uni faqatgina bunday artib changlarni, gardlarni uchirib yuborish kerak-da. Eslashimiz kerak, aslimizga qaytishimiz kerak. Kuchimiz katta. Kuchimiz katta. Uni ishlatishimiz kerak. Bir e'tibor bering. Masjidga borganimizda jamoat namozlarida namoz hollariga namozdan oldin imom xatib nima deydi? Saflarni to'ldiring. Oralarda ochiq joylar qolmasin. Diqqat bilan kuzatsangiz, namozxonlar o'zlari bilib oralardagi bo'sh joylarni to'ldirib olayotganlarni, saflar to'liq va bir tekisda turganini ko'rib yig'laysiz. Ana endi sizga savol. Nega? Nima uchun? Masjiddan tashqarida bilmaslikka olasiz. Hayollaringiz parishon, vazifalaringizga befarqsiz. Nega saflarni, turishingiz kerak bo'lgan joylarni to'ldirmayapsiz? Oralarimiz ochilib yotgani, saflarimiz buzilgani aniq bu axir. Eng yomoni masjiddagi o'sha to'liq jamoat bo'lib, hamma katta boshini kichik qilib, chinakam bir musulmon ummat bo'lib, boy ham, kambag'al ham bir safda o'z joylarida bir tekis Allohning amriga muvofiq rostlanib turgani uchun falonchiga pistonchiga emas, oddiy bir gunohkor banda ekanligi iqror bo'lib, hamma bir qatorda boshi egik turgani uchun u jamoatning har biriga bir emas, 27 daraja ko'paytirib ajr beriladi. Bir emas 27 daraja ko'paytirib ajr beriladi. Bir emas 27. Masjiddan poklanib chiqib, ruhi nurga to'lib, qalbi taskin topib ketadi. Xatolarni ko'rib uyqudan uyg'onadi, savollarga javob topib Robbisiga yetishadi inson. Ana endi sizga yana savol. Masjiddan tashqaridagi turishimiz kerak bo'lgan saflardagi bo'sh qoldirgan joylarimiz uchun yutuqdamizmi yoki mag'lubiyatda? G'olib bo'lamizmi yoki aksi? Tamom. Hammasi oydek ravshan. Oydek ravshan. Bugungi hamma muammo va mag'lubiyatlarimiz, ertangi yerga uyalib qarab qolishlarimiz, oxirat kunidagi afsus nadomatlarimizda hammamizni birdek ayb va xatolarimiz bor azizlar. Sizdan iltimos, aziz vatandoshim, aziz birodarim, ukam, singlim, hozir aynan hozirdan vaqt borida saflardagi joylaringizni to'ldiring. Oralarimizda ochiq joylar qolmasin. Biling eng kami 27 olish mumkin bo'lgan joyda birni ham qo'ldan boy bermoqdamiz.